Buvam aytqan hikmetler. Doramchilik masxaraga qo'ydi. Ovozda G'uncham Ro'zi. Qadimgi zamonda bir tul xotin va uning Fazil ismli bir o'g'li yashagan ekan. Bir kuni bu tul xotin o'g'liga: "Balam, senmi xeli cho'ng bo'p qolding. O'zimiz yo'qsil bo'g'ashqa, seni madrasada o'qitammidim. Dadang rahmatlik, taqvodor kishi edi. Sen texi nodon, o'qishnimi bilmaysan. O'gitay desam, menmi bilmayman. Endi bundaq yuriyvermay, ata jamoat bilan juma namoziga borgin. Diling yorib, o'rganib qolsang ajab emas", debdi. Fazil: "Ana, men zodil bilmasam qandoq o'qiyman?" deb so'rabdi. "Balam", debdi ana. "Yeningdiki jamoat qandoq qilsa, sen shundoq qilsang bo'ladi." Ertasi Fazil tarat elib juma namoziga beribdi. U aymangan holda masjidga kirib, safning o'ttirsida o'tiribdi. Bir chaqda imom namozni boshlabdi. Fazil ko'zining quyruqida qarab, yenidagi kishilarni do'rashga boshlabdi. Birinchi rakat namoz o'qilib, ikkinchi rakatga engishganda, Fazilning orqasida o'tirgan bir riyokor haromzada uning kassini chimdibdi. Fazil darhol uni do'rab, oldidagi sajdaga bosh qo'yayotgan sallilik kishining kassini chimdib qo'yibdi. Bu ishdan g'azablangan sallilik kishi Fazilning maydisiga birini tepibdi. Barliq ixlos e'tiqodi bilan boshqalarni do'rayotgan Fazil, "Bu ishmi namozning bir harakati bo'lsa kerak", deb o'ylab, orqasidagi kishining ma'liga gach qilib birini tepibdi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin kishilar Fazilni tutib xatibning oldiga opiribdi va namoz yuz bergan ishlarni ma'lum qilibdi. "Qasamni chimdib namozimni buzdi", debdi birinchi kishi. "Sajdaga engishib olsam, peshonamni yervatdi", debdi ikkinchi kishi. Xatib sababini so'rabdi. Fazil onasining nasihatidan tortib, namoz ado bo'lgan qadar yuz bergan ishlarni qoldirmay so'zlab beribdi. Xatib bolaning sodda va rostchil ekanligini bilib, uni qo'yib beribdi. Ammo yiliqi riyokor haromzadini tutib, 40 darra urishni buyuribdi. Shuning bilan Fazil bilmagan ishni qarshi qilsa bo'lmaydiganligini va boshqalarni do'rab agashsa yomon kishilarning domiga tushib, kishilar oldida kulkiga qoldiganligini tushunib, ijtihod bilan o'qishga bel bog'labdi. U tirishib o'rganib, pat fursatda shu zamonning dangliq o'limalaridan bo'lib qoldi. Hikmat. Ata-bobolar shundoq aytgan: "Qarg'ulacha do'ramchilik kishini masxaraga qo'ydi. Shuning uchun har narsani do'rashning oldida uning tegi mohiyatini tushunish kerak. Mubada sen asli mohiyati bilan emas, balki shaklan do'rashni asos qilsang, hikoyatdagi Fazil kabi ahvolga duchor bo'lsan. Shuning bilan birga, senda samimiylik bo'lmasa, har qanday chora qilganing bilan kishilarning hurmatiga aslo erishamaysan."